Bugun yakshanba va kunim soat 10 ga yaqin boshlandi. Tezda nonushta qilib o'zimni tartibga keltirishni boshladim. Ko'pchilik sochingiz qalin ekan, nima hud qilasiz deb yozasizlar. Aslida homilador davrimda sochim qalinlashib ketadi, lekin kiprigim va qoshim to'kilishni boshlaydi va battar to'kilib ketmasin deb tabiiy yog'lardan foydalanib turaman. Ayni damda o'sma va kastorova maslani qoshimni o'ziga surib turaman. Bugun yakshanba va xo'jayinim uyda bo'lganlari uchun qizimizni sayrga olib chiqib ketdilar. Bunaqa paytlarda qizimiz ko'proq adasi bilan vaqt o'tkazishini xohlayman. Bu ularning bog'lanishi uchun juda muhim, chunki boshqa paytlarda asosan ishda bo'ladilar. Shu fursat bilan foydalanib, qizimni massajdan keyin plyonkalarni qayta yuvishga qaror qildim. Massaj paytida paxta yog' ishlatilgani uchun barcha plyonkalari ketmas hid bo'lib qolgan. Avvalambor barchasini turli xil vositalar ishlatib 30-40 daqiqaga ivitib qo'ydim. Va kir mashinada aylantirib, hammasini hovliga yoyib tashladim. Hidi ketadi degan umiddaman ho'l paytida, lekin yog'ni hidi kelmadi. Shu orada xo'jayinim qizimni uxlatdilar, men esa o'zimga biroz vaqt ajratdim. Biroz dam olib ovqat harakatini boshladim. To'g'risini aytsam, oshxonada ko'p vaqt o'tkazishni yoqtirmayman. Omadimga bugun esa tez tayyor bo'ladigan ovqatni va mazali kechki ovqatdan so'ng qizimizni kechki rituali boshlanadi. Erim bilan birgalikda qizimizni cho'miltirib oldik va sovuq kunlarda cho'milganidan so'ng yog'ini tagiga Lynx balzam surib qo'yaman. Ushbu oddiy odat esa shamollashni oldini oladi. Qizim cho'milgach tezda uxlab qoldi va mehrga to'la kunimiz ham o'z nihoyasiga yetdi.